Shunaqaylar. Bizda oddiy akkumulyator bor, to'g'rimi? Akkumulyatorimiz bor. Endi buni lampochkalar qo'yib oldik. Endi qaylar? Mana bunimiz demak bizlar uyda ishlatadigan suvimizga ozgina tuz soldik. Ha? Tuz soldik. Bunimiz esa mana distillangan suv. Tushunarlar? Ha, distillangan suv. O'sha distillangan suv bo'lsa, demak, buni bilasizlar, bug'lantirilib, o'sha yig'ib olingan suv hisoblanadi. Endi nima qilamiz? Birinchi bunga tekizamiz. Bittasi Ne bo'lyapti? To'q birdan-da. Yonyapti, to'g'rimi? Bundan-chi? Deyarli yo'q-da, to'g'rimi? Deyarli yo'q. Demak, tuz va to'q. Bundan-chi? yo'q. Yonyapti. Yonyapti, bilasizlar? O tekizdiryapmiz. Yonyapti. Bunda esa deyarli yo'q. Bilasizlar? Bunda esa Bor. yonyapti. Bundan ha? Shu suvda yonaydi. Ha, yonatdi mana. Ushlab turadigan bo'lsak, ma'lum muddatdan keyin nima qiladi bu? Uchami ma'lum bu yer? Qaranglar. Mana. Reaksiya qilishyapti, qarab bijillab qolishadi. Ikkalaydor tepaga chiqadi. Ko'rlangmi? Mana. Ko'ringlarmi? Bu yerda nima yozib soldik-ku? Natriy va xlor o'sha atomlarga ajraladidagina ikkalasi plus minus tomonga qilib nima qila boshlaydi, harakatlana boshlaydi mana. Mana bu boyda sizlarga suv Bundami? Bundan o'tib ketadi-da. Qancha so'p ko'ramiz. Yana distillangan suvga yana o'l qilamiz-ku. Ertakkina-ku malchishamiz-ku. Hamma soqa. Mana. Soqa. Ular biroq. Ha, bor. Bir otimiz ikki otim bo'lsin. Ikki otim mana. Mana. Rangi nimaga boshlayapti? Yorqinlashib bo'ldi. Yorqinlashib boryaptimi? O, yondi. Ko'rlangmi? Bu ham xuddi shunday, bunday Suv yo'q paytda so'ranud-da bu. Layfhack. Suv yo'q paytda o'ziga ham tekizib qo'yaversan-ku. Faqatgina bu suvlar ham balki elektr ko'tar ekanda. Mana o'zlaringiz bilasizlar, ko'pchilik brakonerlar deymiz-ku. Kuchaydi endi. Brakonerlarimiz nima qiladi? Borib suvga duyo'tqi boshqa baliqlarni ishlaydi. Nechta nimalarni baliqlarni o'ldirib tashlaydi. To'g'rimi? Hattoki suvdagi boshqa jonzotlarni mammasini qilib yuboradi bu. O'ldirib yuboradi. To'g'rimi? Yo'q. Bular hammasi zarar yetkazadi-da. To'kni boyaga to'k qo'ygandan keyin nima bo'ladi uyda? Ha? Hammasini o'ldiradi-da u. Vaqt ketganda ishlaydi. To'g'rimi? Baliqlar o'sha urib qo'ygan bo'lsa, boshqa bo'lsa, ularni nima qilib yuboradi? To'k. Ha, o'ldirib tashlaydi. To'g'rimi? Brakonerlar ular. Bitta ko'rgan ana istamni qilib tushdi. Baliq boshqa bilan suv ustiga chiqib qoldi. Chiqib qoldi. Chiqib qoldi deb. Qaranglar.